O'zbekiston osmonida 3 ta yaraqlagan, betakror, ajralib turuvchi yulduzlar bor. Ular ko'hna va azim vodiyning latif qo'qoni, gulga makon namangani va dengi o'choq Marg'ilonidir. Vodiy haqida gap ketar ekan, Qo'qonga alohida to'xtalib o'tmaslikni imkoni yo'q. Chunki Qo'qon O'zbekistonning nomusi, sharafi, yuragidir. Tan oling, O'zbekistonda eng ko'p madh qilingan va ta'rifi tillarda doston shahar yagona Qo'qon shahridir. Qo'qon O'zbekistonning birinchi poytaxti. Tarixda butun xonliklarni o'ziga bo'ysuntirgan qudratli Qo'qon xonligining shonli bo'lagidir. Do'ppidekkina joy bo'lsa ham, olamga teng ta'riflarini, sharafli o'tmishni o'z ichiga oladigan shahardir. Qo'qonda latif, qadimgi turkiy tilida xo'shamol, kand shahar ma'nosini anglatib, Xo'qand, shamollar shahri deya ta'rif olgan. Jahonda sharaf sifatini olgan 6 ta shahar bo'lsa, latif sifatini olgan, respublikada esa Qo'qonjon deb ataladigan birgina shahar Qo'qondir. Qo'qon vodiyda islom saqlanib qolgan, tarix jonlanib turadigan, xonlik davrining jome va madrasalari o'zgacha chiroy va salobat bag'ishlaydigan yagona makondir. Hunarmandlar shahri go'zal Qo'qonga kirib borar ekansiz, tog'larning bag'ridagi so'lim go'shani ko'rganingizda beixtiyor go'shangida hayo bilan satrga ko'milgancha yerga qarab o'tirgan suluv kelinchak aqlingizga keladi. Viqorli tog'lardan keyin qarshingizga chiqqan ham tarixiy, ham zamonaviy shahar sizga cho'l o'rtasida zilol buloq topib olgandek, jaziramada salqin soya sizni chorlagandek zavq va shavq bag'ishlaydi. Qo'qon shahrining o'zi bir jahon bo'lsa, insonlarning xulqi, samimiyati, shirin suxan tili, jonga oro shevasi, urf-odatlari, zarrin nigohlari, musulmonlarning taqvosi, ayollarining pazanda, saramjon sarishtaligi bir jahondir. Men sizga bir sirni ochay. Qo'qonga borsangiz bir piyola choy ichmay ketmang. Chunki Qo'qon suvi shirinligi bo'yicha O'zbekistonda omadi kelgan yagona shahardir. Shuning uchun ham choy Qo'qonda o'zgacha lazzatli damlanadi. Choy ichmay ketmang dedim-u, lekin Qo'qonning taomlarini yemay turib choyni ichsangiz latif shaharga nohaqlik qilgan bo'lasiz. Qo'qon qo'li shirin oshpazlari va gavjum guzari-yu choyxonalari bilan ham respublikada anchagina mashhur. Devzira guruchlari qo'lingizda o'ynab, o'rmalaydigan asl o'zbek palovi ham Qo'qonda damlanadi. Bedanalar sayrab turgan, so'risining ostidan shildirab ariq oqib turgan, ustida baxmal ko'rpachasi-yu o'ymakor xon taxtasi bilan ajib ko'rk bag'ishlab turgan choyxonalar, laziz taomlar, istarasi issiq, shirin suxan, gapga usta, samimiy insonlar. Ko'chalardan Qo'qon xonligining martabasi barq urib turgan suv sepilgan mahallalar sizni rom etmay iloji yo'q. Qo'qon o'zining tili va shevasining shirinligi bo'yicha ham tanilib ulgurgan. Qo'qonliklar katta-yu kichikni hurmatlab, orqasidan esa sizlab gapiradilar. Erkaklar ham ayollariga ehtirom ko'rsatib, ularni sizlab murojaat qiladilar. Qo'qon ayollari uchun eng og'ir jazo juftining uni sensirashidir. Erkaklar ham urib so'kmaydilar. Yumshoqqina qilib sen desalar kifoya. Ayollariga jazo o'laroq shu yetib ortadi. Aytgancha, Qo'qonda nafaqat xotin-qizlarga nisbatan, balki erkaklarga qarata ham hurmat yuzasidan xon degan qo'shimcha qo'shiladi. Axir Qo'qon xonlar shahri. Bu Qo'qon xonligining ajoyib o'chmas izidir. Qo'qon erkaklari o'ta rashqchi va g'ayurligi bilan nom qozongan haqiqiy erkaklardir. Chunki haligacha juftining rashqi sabab bozor ko'rmagan, begona ulovga minmagan ayollar Qo'qonda yashaydi. Ishonavering. Erkaklar ayollarini qizg'onganlaridan ularni begona mashinaga mindirish u yoqda tursin, mashinalarining oldi o'rindig'iga ham o'tirg'izmaydilar. Mukarramalari begona nigohlarga yaqin bo'lishidan qizg'onadilar. Ayollarini qizg'anganidan mashinasiga parda tortib oladigan, darvozaxonasini ham parda bilan to'sib, ahli oilasini nomahram nigohlardan himoya qiladigan mard, shijoatli erkaklar qo'qonliklardir. Hayron qolmang, Nodira begimni oshiq qilgan Umarxonlar hali ham Qo'qonda javlon uryapti.
Shu o'rinda Qo'qonning taqvoli muslimalarni eslamaslik ayib bo'ladi. Qo'qonda muslimalar hijoblarsiz emas, hatto paypoqsiz ham ostona hatlamaydilar. Hijobga yalang'och oyoqni yarashtira olmagan masturalarni Qo'qondagina uchratish mumkin. 21-asrda ham ayollarini aziz qilib uyda olib o'tirgan, shaytonning uyi bo'lmish bozordan omon saqlagan erkaklarga va oxir zamonda ham viqor bilan uylarida va hijoblarida barqaror qolgan vodiy muslimalariga jannatlar bo'lsin. Qo'qonda juda ko'p yozilmagan qonunlar mavjud. Agar Qo'qonga borib qolsangiz, avtobusning orqa tarafidan faqat erkaklar joy olganini ko'rasiz. Chunki ayollar iffatini saqlash maqsadida jamoat transportlarini faqat old tarafidan foydalanadilar. Avtobusga chiqargan eshiklari ham xuddi shunday. Orqa eshik erkaklar uchun, old eshik esa ayollar uchun xizmat ko'rsatishi xalq iste'molidagi yana bir go'zal qonunlaridandir. Men sizga aytsam, Qo'qon hunarmandligi bilan ham tillarda dostondir. Siz Qo'qonning laqabini bilasizmi? Qo'qon viloyatlari ichida ikkinchi Xitoy degan ajoyib laqabni olganiga ancha bo'ldi. Chunki Qo'qon Xitoyni ham yo'lda qoldiradigan mohir hunarmandlar makonidir. Qo'qon gavjum bozorlari bilan Ramazon oyidagi iftor vaqtida yaqin ochiladigan barokatli, sodda bozorchalari bilan sizni o'ziga maftun qila oladi. Siz meni oshirib yuborganlikda ayblashingiz mumkin. Lekin haqiqatdan ham Qo'qonda islomning ruhi bor. Shuning uchun ham Qo'qon o'zgacha fayzli, nurli, farishtali shahardir. Axir Qo'qonda ruslar bosib olgandan keyin musulmonlar qatl etilgan muqaddas shahidlar tepaliqlari to'lib yotibdi. Balki shahidlarning ulug' darajoti sabab Qo'qon fayzli, husronli va maftunkordir. Nima bo'lganda ham Qo'qonda hali ham bir vaqtlar butun xonliklarni zir titratgan Qo'qon xonligining qudrati barq urib turadi. Men bir toshkentlik sifatida dunyoning qaysi burchagida bo'lsam ham faxr bilan yurtimda Qo'qondek shahar borligi uchun yuragimning bir chekkasida Qo'qon nomini va hijronini ko'tarib yuraman. O'zbekistonning yuragi va asl poytaxtisan Qo'qon. Videoni tayyorlashda hamkorlik uchun Facebookdagi Qo'qonjonim gruppasi adminlariga va matn muallifi Vardatul Janna kanal admini Osiyo Abdulazimga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz.